Hammaga assalomu alaykum. Bugun mana shu hovlini biz ko'ramiz. Mirzo Ulug'bek tumani Choyxona Salom orqa tarafida biz hozir Tupikoy ko'chada biz 3 sotuvda qurilgan hovlimiz. Tupikoy mahallada. Ichkarisini ko'raylik. Mahallasi zo'r. Ozroq mehr berish kerak hovliga. Mana bu yerda letniy kuxnya uchun joy, zeleный zonaga ega. Bitta mashina bemalol kiradi. В принципе, parkingni dальше ko'rsangiz bo'ladi. Ichidagi mana bu fasad holati. Uy lekin mustahkam qurilgan, zo'r qurilgan. Даже qo'shnilari ham shunaqa deyishibdi. Anchadan beri yotibdi. Bu hovlining katta plyusi nimada bilasizlarmi? Uglovoy bo'lgani uchun. Kirganimiz bilan mana shunaqa katta hol bizani kutib oladi. Tak, adashmasam mana bu yerda kuxnya joyi. Bu hovliga kirmaganimga 3 yil bo'ldi. Tak, mana bu yerda гостевой zал. Katta plyus. Bu yoqda ikkita spalnyamiz. Mana bu yerda общий sanuzel, mana bu yerda bitta spalnya, mana bu yerda esa sanuzelga joy qoldirib ketilgan. Santexnikasilari qilingan, elektrikasi o'tgan ko'rib turganlaringizdek. Birinchi qavatda aytganimdek ikkita spalnya. Bu yerda endi qorong'uroq, unaqa yaxshi ko'rinmayapti. Tak, ikkinchi etajga давайте sizlar bilan birga chiqamiz. Kvadraturasi bu yerda lekin juda ham katta. Mana bu yerda chiqqanimiz bilan ikkinchi qavatda katta mana shunaqa hol kutib oladi. При желании mana bu yerni yopib o'rasiz, bitta yana spalnya bo'ladi. Mana bu yerda hol bo'lib qoladi. Ikkinchi xona. Umumiy sanuzel. Mana bu yerda ham bitta xona o'zining sanuzeli bilan. И mana bu yerda ham bitta xona o'zining sanuzeli bilan. Ko'rib turganlaringizdek, 4 ta xona ikkinchi qavatda, pastda ikkita spalnya, bitta zal. Mana bu mansarda katta. Mana bu yerda bitta xona qilib qo'yasizlar. Mana bu yerda ham bitta xona, 3 ta xona, 4 ta xona. Xullas kalom joy vashi yetarli. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 390 ming. Lekin uy vashi cho'tki qurilgan, tepalari, tomlari tekola materialdan yopilgan, juda ham qimmat material deb hisoblanadi bu. Quruvchi akalarimiz yaxshi bilsa kerak. Ha, aytgancha, yana podvalga ega bu hovli. Bemalol igrovaya zona qilib o'rsalaringiz bo'ladi. Xullas aytgancha, mana bu yerda balkonimiz ham bor. Balkondan bemalol chiqib, maza qilib, mana bunaqa qo'shnilaringizga qarab turasizlar-da. Mana qo'shni ham vashi uyini cho'tki qilib qo'ygan. Aytganimdek, mana bu material tekola kamida 50 yil garantiya berishadi mana shu tomga. Moshina qurilgan, balkondagi vid. Podvalga tushdik. Podval ko'rib turganlaringizda bitta katta xona tushganimizdan, mana bu yerda kichkinaroq xona, mana bu yerda yana дополнительный xona. В принципе, mana shu yerdan o'tganmi turbada, mana bu yerda kotelni qilib o'rsalaringiz bo'ladi. O'zi kotelniga mos xona ekan. Mana bu yerda esa kladovka qilib o'rsa bo'ladi. 390 ming narx. Vashi zo'r narx ekan deb o'ylayman. Kimga yoqqan bo'lsa, telefon qilib ma'lumotlarni olaverasizlar. Orqa hovlini ko'rsataman. Orqa hovlisi endi o'ynab chiqish uchun qilib qo'yilgan.